finalga mos bo'lgan bir qo'shiq bo'lish kerak-da. U insonni shaydo qilish kerak. Ha, shaydo qilish kerak bo'lsa, unda San'at aka sizga Shaydo murojaat qilamiz. Repertuarda shaydo bor. Bor. Ko'zlari yo meni aldadi, so'zlari yo shaydo ayladi. Shaydo ayladi. Marhamat. Marhamat. Demak, sizni sahnaga taklif etamiz. Tug'ilgan kun sohiblarini esa tabriklaymiz. Marhamat. Hay. Ko'zlari yo meni aldadi, so'zlari yo shaydo ayladi. 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 O'tli qarash nigohin tashlab, bir so'z ila ko'nglimni g'ashlab. O'tli qarash nigohin tashlab, bir so'z ila ko'nglimni g'ashlab. Ishq atalmish bu yo'lga boshlab, o'ziga rom shaydo ayladi. Ko'zlari yo meni aldadi, so'zlari yo shaydo ayladi. Ko'zlari yo meni aldadi, so'zlari yo shaydo ayladi. O'tib ketar parvo ham qilmay, ko'rmaydi yo nazariga irmay. O'tib ketar parvo ham qilmay, ko'rmaydi yo nazariga irmay. Lekin xona menga bildirmay, dil rishtasi mahkam bog'ladi. Ko'zlari yo meni aldadi, so'zlari yo shaydo ayladi. Ko'zlari yo meni aldadi, so'zlari yo shaydo ayladi. Rustam bo'lurmishuncha, ey yuzi gullabi gulg'uncha. Rustam bo'lurmishuncha, ey yuzi gullabi gulg'uncha. Omon bo'lgin dunyo turguncha, san'at oshiq ko'nglim chog'ladi. Ko'zlari yo meni aldadi, omon bo'lgin dunyo turguncha, san'at oshiq ko'nglim chog'ladi. Ah, so'zlari yo shaydo ayladi, ko'zlari yo meni aldadi. So'zlari yo shaydo ayladi, ko'zlari yo meni aldadi. So'zlari yo shaydo ayladi. Ko'zlari yo, so'zlari yo, o'zlari yo shaydo ayladi. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Haqiqiy finalga mos qo'shiq bo'ldi. Tilaklar. Endi biz nima deydi, boya chiroyli tabriklar bo'ldi. Hamma yurtimizdagi mana bugun ertaga tug'ilgan kunlarini, bayramni qo'shalog'ini nishonlayotgan barcha azizlarimizni, barcha yurtdoshlarimizni, ota-onalarimizni
bayraminglar bilan muborakbod etamiz deymiz endi. Vaqtimizga har doim sog' bo'lsinlar. Yurtimizda har doim bayram yarashadi. Shunaqa go'zal, chiroyli yurtga chiroyli asarlar, chiroyli ijodlar, chiroyli qo'shiqlar yarashadi. Har doim shunaqa xonadoningizda yangrab yursin. Said Muhammad, ha? Aytganingiz kelsin. Nima deyish kerak? Barcha ustozlarga Barcha ustozlarga rahmat. Sog' bo'ling, Salomat salomat bo'ling. bo'ling. Said Muhammadbek o'qishlaringizga omad tilaymiz. Dadajoningiz xohlagandek etuk san'atkor yaxshi Ilohim. inson bo'ling ilohim. San'atbek aka sizga ham katta rahmat deymiz. Ajoyib kayfiyat va qo'shiqlar uchun. Azizlar, bugungi dasturimiz shuning bilan o'z nihoyasiga yetmoqda. Yaxshi kayfiyat, yaxshi insonlar hamrohligini tilaymiz. O'zbekiston telekanalida qoling, kun davomida yaxshi insonlar, yaxshi xabarlar hamrohlik qilsin. Buguncha xayr, kelgusi dasturlargacha omon bo'ling, o'zingizni ehtiyot Omon qiling. bo'ling. Rahmat. Rahmat.